Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida bemorni bo'limda tekshirish, ya'ni ko'rikdan o'tkazishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar, jarayonda, tugallangan hamda bekor qilingan bo'limlari. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, barcha bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Kerakli bemorni qidirish uchun bemorni qidirish maydoniga bemorning ismi sharifini kiritgan holda qidirishimiz, sanasi bo'yicha qidirishimiz, bo'lim bo'yicha qidirishimiz hamda davolovchi shifokor bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Kerakli bemorni topganimizdan so'ng ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerda bemorni joylashganligi haqidagi ma'lumot, tibbiy karta raqami hamda bemorning shaxsiy ma'lumotlari ko'rinib turadi. Bo'limda tekshirishni boshlash uchun pastda joylashgan ko'rik tugmasi ustiga bosamiz. Tekshirishni qo'shish oynasi ochiladi. Bu yerda bo'limda tekshirishni tanlab, qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Shundan so'ng bo'limda ko'rik bo'limiga o'tamiz va ushbu bo'limdagi kerakli maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Qabul paytida shikoyatlar. Misol uchun bosh og'rig'i. Kasallik tarixidan. Qabul paytida shikoyatlar. Obyektiv holat. Allergonamnes, nevrologik holat bo'limlarini ham to'ldiramiz kerakli tartibda. Shundan so'ng dastlabki tashxis bo'limiga o'tamiz va bu yerda ham maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Asosiy tashxis. Fon, hamroh, asorat va raqobatdosh maydonlarini ham to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Shundan so'ng yakuniy tashxis bo'limiga o'tamiz va ushbu bo'limdagi maydonlarni ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Fon, hamroh, asorat va raqobatdosh maydonlarni ham to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Ko'rik maydonini to'ldiramiz. Tavsiyalar. Yo'llanmalar maydonini ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Barcha maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lganimizdan so'ng ko'rikni yakunlash tugmasi ustiga bosamiz. Bo'limda tekshirish ko'rigi yakunlandi. Bemorni bo'limda tekshirish, ya'ni ko'rikdan o'tkazish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.